Do'stlar, mana keyingi uстановkamiz ham bo'ldi. Bu joyga Alta Plus Antrasit Profit 4 ta ramka qo'yib berdik. Shotlankalar birdan podogonniklarni olib kelib berdik. Hozir orqa tarafdan ko'rsataman. Ha, do'staga har doimgidek xizmatda. Ha, do'stlar. Mana ramkamiz. Orqa yo'lda o'ynada bo'lgan shotlankalarni ham chiroyli qilib, qalasalar bilan tushirib berganmiz. Bu tarafda bitta, bu tarafda yana ikkita ramkamiz bor. Mana. Bular ham xuddi shu bir xil razmerda, biri qisqa, biri olmish. Standartli lazer bilan hammasini bir xil o'ringa qilib qo'yib berdik. Ko'rinishlariga o'zlaringiz ko'rib, bemalol baho berishingiz mumkin. Old tarafda ham bitta ramkamiz bor, unisini ham ko'rsatib o'taman, to'rtinchisini ham. Bu tarafda aytgandek podogonnikni olib kelib berdik. Buni malyarchilarga esa malyarchilar qo'yib berishadi. Xo'p, mana bu tarafda keyingi B4-ramkamiz. Ko'rishingiz mumkin, chiroyli qo'yib berdik. Xo'p, masketli setkalargacha qo'yib berdik. Olib qo'ydi, ikkita kerak bo'lganiga qo'yib olaveradi. Bu tarafda ikkita ramkasiga masketli setkalardan yasab olib kelib qo'yib berdik. Nasibsa yozda bunaqa hashadan muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Mana do'stlar, ko'rib ishimizga baho berishingiz mumkin. Chiroyli qilib qo'yib berdik. Nasibsa uyda egalariga ma'qul keldi. Kimgadir shunday xizmatimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga omad.